Atigi 10 soat vaqtlaringiz ketadi, lekin qishda jonlaringizni rohati bo'ladi. Sizlar like basinglar, men bankalaringiz atmasligini sirlarini aytaman. Videodagi hamma mahsulotlarimizni birma-bir yaxshilab yuvib olamiz. Pomidor bilan qizil bolgarskiyni sok chiqargichdan chiqarib, sokini bir marta qaynab chiqquncha gazga qo'yamiz. Bu orada bodringlarimizni 3 soatda buzin suv solib qo'yib, 3 marta suvni almashtiramiz. Sterillangan bankalarimizga birma-bir hamma mahsulotlarimizni joylab, ustidan qaynagan suv solamiz va 20 minut olib qo'yamiz. Suvini dökib tashlab, tuz, shakar, qora murch, yarimta aspirin tabletkasini solib, sokini quyib, uksus solib ilamiz. Aniq kilolarini opisaniyada yozib qoldiraman. Rilsimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab olish yoddan chiqmasin. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bankalarimni ochganimda istoriyalarimga qo'yib boraman. Bir o'q bilan ikki quyonni urib, bavi bilan ham qozonim, ham dog' degan salfetka dasturxonlarimni yuvib oldim. Videoni banka sotadigan tanishlaringizni yuborib qo'yinglar.